Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu safargi videomuz penoblok haqida bo'ladi. Penobloklarni o'zimiz ishlab chiqarib turibmiz. Penobloklarimiz sifatli, qattiq, qo'l giradigan, barmoq giradigan emas. Bemalol ko'rib, tekshirib ko'rib olishlaringiz mumkin. Adresimiz Shoraxonda 4 yildan kelaverishda dingdan kirgan edi. Azroq yurgan so'ng chap tarafda. Bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Bu garaj, katyol, qo'shimcha do'kon, shunday narsalarga foydalansanglar bo'ladi. Joy ko'rsanglar ham bo'laveradi. Hozir qurg'onimdan ko'rsataman sifatini. Barmoq giradigan emas. Qattiq tanqirlab turibdi. Buni aslında 3 bloka 1 kilo sement qo'shilishi kerak. Reseptinde shunday yetib chiqarib turibdilar ko'p yerda. Biz buna her danesine 1 kilo sement qo'shib turibmiz. Shuning uchun sifati yaxshi chiqib turibdi. Bu tarafda elab hozir qurg'on. Sifatini kelib ko'rib olaverasizlar. Barmoq giradigan bo'sh emas. Bo'shlar ham cho'tki chiqqan. Sinmagan. Bo'y bersani tekshirib ko'raverasizlar. Narx shu yerdagi narxi 13 ming so'm. Dastavkasini qo'shiladi, kelishamiz uni boradigan yerine qarab. Iloji boricha ertaroq, sal ertaroq zakaz etib qo'ysanglar, shunga qarab chiqarib yetirib beramiz. Hozir bu yerda dumam ko'p emas, ozroq. Chiqqanda yetib turibdi hozir. Ekranda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.